Hammaga salom. Bugun biz Minecraft lekin orolda yashab olamiz videosini olamiz. 100 kun video. Hop. Tez abone, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Video boshlash oldin tezroq biz 50 ta bo'lishimiz kerak. Birinchi bu daraxtga qo'yamiz, keyin temir toshga kuchayib olamiz, undan keyin temirga, undan keyin esa olmosga, undan keyin boshqaga. Olmosdagi bular tugadi. Sehrlaymiz, agar sehrlashga ulgursak. Katta ehtimol bilan ulgurmaymiz. Sehrlashni iloji ham yo'q. Hop. Qilib qo'yamiz, bunday qilamiz, undan keyin bitta kirka yasaymiz, undan keyin bundan qaziyveramiz. Hop, qaziyiluvchi chiqamikin tosh. Boshlardan hozir tushunmayman. Bitta lopatka yasamasa bo'lmaydi. Yasal. Hop, ana endi tezroq olamiz. Уже manaqa tosh. Hop, bularni Zaynabiston olim. Ana endi tosh davri keldi. Toshdan kuchayamiz, tosh. Jonga tegdi. Hop, ana endi bo'ladi. Hop. Ukam keldi hozir. Salomlashib qo'ygam ki. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz 100 kunni orolda yashab qolish videosini olamiz demoqchimiz. Birinchi qism bo'lgan. Birinchi qismini olamiz. Har doimgidek bu qism uncha uzoq bo'lmaydi. 15 minutdan o'tmagan videolarim. 15 minut ham bo'lmagan. Eng ko'pi 14 minut 58 soniyalik video bo'lgan. Like, obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. To'g'ri. Tezroq biz 50 ta bo'lishimiz kerak. Shunga obuna qo'yinglar. Hozirda bizda 47 ta obunachi bor. To'tali. Ha, 37 ta. 38 ta devorali. Nimaga? Obunachi bo'lganmiz. 37 ta. Hukumatga qaraganimizda 37 ta bo'lgandi-da. Endi bilib bo'lmaydi. Qarash kerak. Yo'qadi. Bilan tashlaymiz. Bo'ldi. Endi bu yerdan biz buni qilib turib, toshli kirka yasaymiz. Toshli qilich yasaymiz. Va bunday qilib turib, toshimiz tugadimi? Toshimiz tugabdi. Voy, tosh tugabdi. Yo'q, qani nima keladi? Daraxt chopaylik. Bir dona mana shu daraxtni chopib qolsak, ishimiz 5 bo'lishi kerak. ta 90 ta qismdan iborat bo'lishi ham mumkin bu. Balki 100 ta qismdan ham iborat bo'lar bu videomiz. Agar oxirigacha borsam. Chunki videolarim oxirigacha bo'lmaydi. Bittasini oxirigacha borganman. Hozir nima qildimmi? Ha, yo'q bo'ldi. Xudoga shukr.
Mana endi qilib turib qo'yamiz. Ana endi kutamiz. Ungacha esa daraxt chopib turamiz. Kutib o'tirgandan ko'ra to'g'rimi? To'g'ri. Tez kovlasak yaxshi bo'lib ketadi ishlarimiz. Shuning uchun nima qilish kerak? Kovlash kerak. Nima qilish kerak boshqa? To'g'rimi? To'g'ri-da. Mana ular bug bo'lib qoldi. Nima qilo? Botdim. Ya turaveradi sindirmasa bular. Ha mayli o'zi. 3 ta ko'mirimiz bor o'zi. Bu yerda endi 3 ta fat kelasamiz. Bu 12 ta bo'lish kerak. 12 ta to'g'ri. Ana endi kavlashimiz yoki qazishimiz osonroq bo'ladi. Hop, ozginaga mana bu yerga qo'y. Ana endi qaziymiz ko'p. Paxta juda yorug'ligi pastda buni. Bunday qo'y. Juda o'ta pastda yorug'ligi. Bilmadim. Suvimga oyog'im bor. Xo'sh, nima qilamiz endi? Mayli endi. Qilich yasadi, kirk yasadi, ketmon yasaymiz, volta yasaymiz, lopatka yasaymiz. Aynan shu yerdan bitta bo'lsa urug' chiqsa, bu bizga ziyonimiz. İkincisi ham chiqdi. 4 ta bo'ldi. 5 ta bo'lsa shundan keyin 5 ta bo'ladi. Ha mayli. Endi qanday tunni o'tkazib yoritib chiqar hech bo'lmasa. O'rolimni qotib. Hop, ana endi tugadi. Mana bu yerga yana qo'yamiz. Ponni yoritib chiqish kerak-da. Bittadan 4 ta chiqadi. 4 ta esa yetmaydi bizga qo'yib. Bunaqasi bor ekan, bunaqasi bor ekan. Bunaqasi tasamiz biz. Hop. Ana endi keldim man. Nima qilasiz? bu yoqqa dotxon nima qilib yuribsanmi? Ana yerga kelib gapir, nima? Hozir ozgina afaka bo'lib turaman. Ne keldim bu? Men don kef so'rayman sizlarga. Don? Ha, To'g'ri, qanaqa to'g'ri? To'g'ri, bu qanday to'g'ri? Don berish mumkin. To'g'ri, iti. To'g'ri bo'lmagan joyga to'g'riga ovqat qanday beriladi? mana yoningizda tovuq turibdi. Qani? Yo'q. Uyning ichida. Uyning ichida ham yo'q. Deydi bitta ham yo'q. Creeper ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Bu degan nima oldim? Shuni hardcore deb olsak, qaysi bekor gapirdim ekan. Hech narsa yo'q deb. O'rollar kelishdi endi. Yaxshi ozgina.
ana tarafta bunda üzülürdü. Dalga. Şimdi koymuştum. Ne? Şimdi koymuştum. Bunu da koymuştum. Creeper kırıktı. Ölürsen. Öldüm. I'm dead. Buna hardcore kamayınız nerede? Çünkü Allah için koydum. Bile canım tekrardan da her sefer bitti videoyu böyle sayan bit battı. Creeper portlaşa şart. Doğru mu? Doğru zekalısın. Dik zamaydı. Burası ağdan bağda yürüyor. Oldu hala koyuyor iskelet. Canım değil. Hop. Bugünkü videomuz aynen şu joyda tugaydı. Ko'rganlar uchun rahmat. Obunalar postlar uchun 2 rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi qismda ko'rishganda. Ko'rishguncha.